Hammaga assalomu alaykum. Biza Hazaras O'shardagi obyektimizni bitkazdik. Hozir do'ppostisini ham qo'yib o'tamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu avvalgi ko'rinishi, hozirgi ko'rinish esa inishi holatiga keldi. Devorimizni holatini kiradigan bo'lsak, avvalgi holatida qiyshiq, o'ynagan yerlar bor edi. Shuni holatini olib biza Nav firmasidan roundpotlarni olib, tez formatga kelib devorimizni ishining moldinglarini ishlab, ishining kraskalarini ishlab berganmiz. Patologimizga kiradigan bo'lsak, hozirda urf odatimizga kirgan va modaga kirib kelgan ishining patologimizdan qilib berganmiz. Sizningcha nima bo'laysiz? Ishxonamizni polniy remontini noldan necha so'm pulga ketdi deb o'ylaysiz? Shuni kommentariyada o'zingizni izohingizni yozib ketinglar.